Hazreti İsa mundaq bir təmsilni aytib berdi. Bilib qoyunlar-ki, qoyunun qodiniga ishikdan kirmay, temiga yomishib kirgan kishi o'g'ri va qaroqchidir. Ishikdan kiradigan kishi bo'lsa, shu qo'ylarning qo'ychisidir. Ko'zatchi ishikni qo'ychiga ichib beradi. Qo'ylar qo'ychining ovozini taniydi. U o'z qo'ylarining ismlarini chaqirib, ularni sirtga elib chiqadi. Qo'ychi qo'ylarining hammasini sirtga chiqarib bo'lib, ularning oldida mangdi. Qo'ylarmi uning kaynidan agishib mengishidi. Chunki uning ovozini taniydi. Yot birining kaynidan mangmaydi. Aksicha uningdan qochadi. Chunki yotlarning ovozini tonimaydi. Atrofdagilar Hazreti İsa'nın bu təmsilini so'zlash orqali o'zlariga nima demoqchi bo'lganligini tushunmadi. Shunga Hazreti İsa tushundirib, mundaq dedi: "Bilib qo'yinglarki, qo'ylar kiradigan eshik o'zimdirman. Mendan ilgari kelganlarning hammasi o'g'ri va qaroqchidir. Lekin qo'ylar ularga bo'y bermadi. Eshik o'zimdirman. Men orqali kirgini qutqiziladi. Ham kirib chiqib yurib, yop-yeshil o't cho'plarni tepib yeyalaydi. O'g'ri bo'lsa, o'g'rilash, o'ltirish va buzish uchunla keladi. Men bo'lsam, odamlar hayotga erishsin va u hayotlik mo'l bo'lsin deb keldim. Yaxshi qo'ychi o'zimdirman. Yaxshi qo'ychining qo'ylari uchun jeni fidodir. Madikor undaq qilmaydi. U qo'ylarning xo'jayini ham qo'ychisi bo'lmaganligi uchun bo'rining kelganligini ko'rsa, qo'ylarni tashlab qochadi. Shuning bilan bo'ri qo'ylarni tutib elib, tirib-rang qilib yetadi. Madikor nemishga qochadi? Chunki u qo'ylarning egisi emas. Shunglashqa ularga ko'ngil bo'lmaydi. Yaxshi qo'ychi o'zimdirman. Atam meni va men atamni biz bir-birimizni tanig'imizdek, men o'z qo'ylarimni taniyman. Ularmi meni taniydi. Qo'ylarim uchun jenim fido. Bu qo'tandan bo'lmagan boshqa qo'ylarimmi bor? Ularni chaqirishim kerak. Ularmi ovozimni anglaydi. Hamma qo'ylar bir poda bo'lishib, bir qo'ychiga agishidi. Atam meni so'yidi. Chunki men o'zimni qurbon qilgandan keyin tirilishim uchun jenimni fido qilishni xohlayman. Jenimni hech kim olamaydi. Men uni o'z ixtiyorim bilan fido qilaman. Men uni berishga va qaytarib olishga huquqliq. Atam menga shunday qilishni buyurgan. Bu so'zlar tufaylidan Yahudiylar orasida yana bo'linish chiqdi. Bir muncha kishilar uningga jin tegibdi, sarang bo'lib qopti. Nima uchun uning so'ziga quloq solgudakmiz deyishadi. Yana ba'zilar bo'lsa, jin tekkan odamning so'zlari undaq bo'lmaydi. Jin tekkan odam qandaqmi qarg'ularning ko'zlarini ocha olsin deyishdi.